Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. Bugungi mavzumiz korrupsiya jamiyatimiz taraqqiyotiga eng katta to'siq mavzusi bo'ladi. Mamlakatimizda so'nggi yillarda barcha sohalarda korrupsiyaviy xavf-xatarlarning kamayib borayotganligi yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Bunday natijalarga erishishning asosiy sabablaridan biri O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonuniga muvofiq korrupsiyaga qarshi kurashish O'zbekiston Respublikasining davlat siyosati sifatida belgilanganligidadir. Korrupsiya shaxsning o'z mansab yoki xizmat mavqeyidan shaxsiy manfaatlarda yoxud o'zga shaxsiy manfaatlarini ko'zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanishi, xuddi shuningdek bunday nafni qonunga xilof ravishda taqdim etish tushuniladi. Korrupsiya maishiy, biznesdagi va siyosiy turlarga ajratiladi. Mazkur qonunning 5-moddasiga ko'ra, korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat. Birinchidan, aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish, jamiyatda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish. Ikkinchidan, davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarida korrupsiyaning oldini olishga doir chora-tadbirlarni amalga oshirish. Uchinchidan, korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarni o'z vaqtida aniqlash, ularga chek qo'yish, ularning oqibatlari, ularga imkon beruvchi sabablar va shart-sharoitlarni bartaraf etish, korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarni sodir etganlik uchun javobgarlikning muqarrarligi prinsipini ta'minlashdir. Mazkur davlat siyosatining asosiy yo'nalishlarini amalga oshirishga qaratilgan bevosita yoki bilvosita korrupsiyaga qarshi kurashishga oid qonun, farmon va qarorlar qabul qilindi. Tabiiyki, qayerda shaxsiy manfaat jamiyat va davlat manfaatidan ustun qo'yilar ekan, o'sha yerda korrupsiya, tamagirlik va boshqa illatlar vujudga keladi. Bu o'z navbatida davlat va xizmatchilarda korrupsiyaning har qanday ko'rinishiga murosasiz bo'lishi kundalik hayot tarziga aylanishi shartligidan dalolat beradi. Shu bois korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi davlat siyosatining birinchi asosiy yo'nalishida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 6-iyuldagi PK 5177-son qaroriga muvofiq 2022-yil 1-yanvardan boshlab davlat xizmatchilarini halollik vaksinasi tamoyili asosida muntazam ravishda korrupsiyaga qarshi kurashish, manfaatlar to'qnashuvi va odob-axloq qoidalari bo'yicha maxsus o'quv kurslarida o'qitish tizimi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 21-iyundagi PK 228-sonli qaroriga asosan korrupsiyaga qarshi kurashish virtual akademiyasi elektron platformasi joriy etildi. Korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida davlat siyosatining ikkinchi asosiy yo'nalishida belgilangan chora-tadbirlarni amalga oshirganligi sababli, jumladan davlat boshqaruvi va davlat xizmati, ma'muriy tartib tamoyillar, davlat xaridlarini amalga oshirish, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish va tadbirkorlik sohalarida, shuningdek, sud huquq tizimida va boshqa sohalarda korrupsiyaga qarshi kurashishda bir qancha samarali natijalarga erishildi. Korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida davlat siyosatining 3-asosiy yo'nalishini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrdagi 829-sonli qaroriga muvofiq korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar haqida xabar bergan yoki korrupsiyaga qarshi kurashishga boshqa tarzda ko'maklashgan shaxslarni davlat budjeti mablag'lari hisobidan rag'batlantirish tartibini belgilanishi va korrupsiyaga oid huquqbuzarlik haqida agentlikka xabardor qilish imkonini beruvchi maxsus mobil dasturiy ta'minotning joriy etilishi, daromadlari va mol-mulkini majburiy deklaratsiya qilish tizimining joriy etilishini, shuningdek, korrupsiyaga qarshi kurashda davlat organlari o'rtasida hamkorlikning ta'minlanganligini misol sifatida keltirsak bo'ladi. Korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarni sodir etgan shaxslar O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida belgilangan tartibda javobgarlikka tortiladilar.